Samarqand shahri ichidagi Qizilchiroq qarang. Udul yo'linish o'ng tarafga udul, sol tarafga udul. Oldimizga yo'l. Rudaki ko'chasiga, markaziga. Aeroportga ne bu? Aeroport. Katta Qo'rg'on shahar. Qo'rg'on deydi. Mana bu Samarqand shahriniki soqchi mashinasi. Qatnash soqchisiniki. Mana ko'cha avtobuslari. Mana bu yerda chinar tikadigan daraxt yo'lning bo'ylarida. Mana 3000 yillik tarixi var deydi bu shaharning. Keldik bugun. Bizning davlatda yanda o'tirgan yo'lovchilar odatda anchunday taqmaydi-ku. Bexatarlik tasmasini. Lekin taqaydi. Bizniki tarafda O'zbekiston taraf taqmasi bo'ldiki. Mana. Odatda polisga telefon qilsa, nechinchi nomerga telefon qiladi? 102. Saqchininki 102 mi? Ha, mana qaranglar. Mashinalar bu shaharda hamma mashina Chilwort'niki, Chilwort deydi ekan, shofirlarni. Mana manzarlarni ko'rsatib mang'aysizlarga. Katta binolar yo'q ekanda bu yerda, bormi? Bor. Necha qatliq binolar, necha qavatlik? 10-20 qavat. 25-26ligi bor. Ha, nechilik bor? Jiqmi, ozmi? Ko'p. Juda ko'p. Mana shahar ichi. Bu mashinalarning nomeri var ya, gördüğünüz. Bu numarani o'zingiz xohlagancha yozamsiz ya boshqalar shu avtomatik chiqanda? Avtomatik chiqadi. Odamlar o'zining atlarini tanlab yoza oladi. Kelasi yildan bo'ladi, kelasi yil. Ha, bu yil to'shqanligi kelar yilga bo'ladi. Kelasi yildan bo'ladi. Через 600 метров съезд на светофоре поверните налево. Aldığımızda radar var deydi. Ana. Съезд поверните налево. Ona ne deb ataysiz o taxt e'lon ekranni, cho'ng ekranni? Reklama. Reklama. E'lon taxtasi. Bizda e'lon. Ularni nima qanday hisob qiladi? Bir kunlik hisob qilamda, oylikmi? Ya sekund, minut bo'yicha hisob qiladi. Sizning e'loningiz bo'lsa, qanday aloqa qilasiz ular bir minutiga necha pul oladi? Bir oylik bo'lsa. Arzonmi, qiymatmi? Arzon. Baya shahar ichida yuk mashinalari bilan odatdagi 5 kishilik mashinalar birga to'xtaydi ekan mana. Baland binolar. Ha. Bu ne bu? Bu qayer? Banka ekanda? Bank. Na qayerning bankasi bu? Bu O'zbekistonning. O'zining bankasi. Ha, maya joy o'jancha chizen ekanda mana qaranglar. Shahar ichida bor ekan. Bu yerda ko'pincha mashinalarga metan gaz ishlatilgan, metan gaz. Bir kub metr qancha pul metan gaz? 5000. 5000 so'm. 5000 so'm. Ha, 5000 so'm degani bizning 1 yuan xalq puli 2000 so'mga teng ekanda. Endi zonli hisob qilinglar endi. 2,5 qo'ymi? Mana metan gazi sotadigan yerlar, shahar ichi. Ha, katta qurilishlar bor ekan mana. U 30 qavatli bo'ladi. 30 qavatlik bitib chiqqanda. Ha, billah gaplarni tushundinglarmi mana? Men gap qilsam toza men tushunadigan tilda javob beryapti. Mening gaplarimni tushundingizmi? Tushundim. Biz shu ma birodar shu shaharda taksi haydaydi. Yandex internetda taksi chaqirsak, Yandex.Go deganda chaqirsak bo'ldi ekan, mashinalar keldi ekan. Davlat ichidagi shunfungchi, quaychi deganga o'xshab ketadi. Mana.
Xalqaro pochta yo'llanmasi var ya, masalan UPS, FedEx, DHL'lar barmı bu şehirde? Tushunmadim. Masalan biz Amerikaga siz posilka mal salmoqchi bo'lsangiz DHL barmı? Ha, bor. Dollar hesap qilamda ular. Dollar. Bir kejine necha pulga abertidi masalan? Bilarsizmi? Ya onu bilmayman. Ama bar deng ha? Ko'ringlar mana. Universitet barmi bu shaharda? Universitet ko'p, juda ko'p. Qanday universitetlar bor? Qanday kasblarda odamlar o'qiydi? Hamma kasb, iqtisod, bank yo'nalish. Boshqa davlatdan odamlar bormi? Aha, Minusda. Qaysi davlatlardan odam keladi? Hindiston. Hindistondan, yanachi. Hindistonga qo'shni mamlakat bor-ku. Sri Lanka, Bangladesh, shulardan- Nepal qatorliqlardan. Shulardan keladi. Faqat Bu Minusga. bu yerda o'qish puli narxi qancha so'm bo'ladi? 1 yillikqa? Kontrakt 10 million. 10 million 1 yillikmi? 1 yillik. 10 million so'm. So'm. Sizlarning pulingizda 10 million so'm. 10 million so'm ketadigan. Ularda o'qish boshlansa nechinchi oyda o'qish boshlaydi? Sentyabr. Sentabrda. 8-oyda boshlansa, 9-oyda. 9-oyda boshlansa orom olanda attirdi. Ha, Nechinchi oyda orom oladi? iyul, avgust. Avgustda. Kelar yil avgustda. Ha. Necha oy bo'ldi? 6 oy. 10 oy o'tadi. Ha. Mana bu shaharning ahvolini bir qator tushunib chiqdik. Mana atlar yurib ketibdi, chiroyli atlar. Bu kimlar bu? At menga Yuguruvchilardir. yo'lovchilarda. Samarqand 2025 nima bo'ldi? Поверните направо. Cho'ng ishlar bormi bu shaharda? Tushunmadim. Bu 2025-yilda Samarqandda cho'ng ishlar bo'ldimi? Yo'q. Masalan, cho'ng boshqa davlatlardan odamlar keldimi? Ha. Ha. Suhbat etdi, Shunday ha. gaplashdi. Bu shaharda mashina ustiga bunday yuk taqib bosadigan ishlar ko'pki. Yuk bosadigan. Mana. O mashina brendi nima brend? Jiguli, SSR. Qaysi davlatning brendi bu? Rossiya. Rossiyaning. Ha. Odamlar yana doppa kiydi ekan bu shaharda. Bu shu moncha turbining narsani sotadigan do'konlar ekan mana. Поверните направо. Во двор. Shu yerdan kirajamiz. Bu yerga kiramizmi? Aha. Ha, mana. Katta do'konlar var ekanda bu yerda. Kelibdik. Kelar marta yana video olaman sizlarga ko'rsataman.